Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bu sizin videomuzda biz Suratul Masad surasi, Qur'on Karimning 111 surasi yoki Tabbat surasi deb ataymiz. Bu suraning to'g'ri o'lchamlik o'qilishini o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabi va tabb. Yada degan bu ikkinchi so'zda, ya'ni birinchi oyatninki ikkinchisi yada, buni uzun so'zib o'qiymiz. Buni maddi vojib. Shunga 4-5 harf miqdorida yada deb o'qiymiz. Endi birisi lahabin. Lahabin degani lahabiv deymiz, chunki bu yerda lahabindagi kasratayn, ya'ni du zir. Du zirninki aql bir nun chiqdi. Lahabin deb nun. Bu sakinlik nun vav bilan kelgan vaqtida bu ikkisi idg'am bo'lib yeyishib ketadi. Shundan bu binni nunni o'qimay lahabiu deb mana o'qiymiz. Lahabiu va tabb. Bu qalqala. Ba bu yerda turishda sukun o'qiladi. Va tabb deb mana. Ammo qalqalning sababidan va tabb. وتب من أقول هاي تقولي تبت يدا أبي لهب وتب. شكين جايتا ما أغنى ما نوزي، يعني مد واجب. تت باش حرف مختار دا سوزمز ما أغنى عنه. يعني النون عنه ديك النون إظهار ديالدو، يعني النون uch o'qiymiz. Bu yerda har ixfa qilib xato holda an deb o'qisak bo'lmaydi. Anhu izhar o'qiymiz. Maluhu maluhu. O'sha yerda xato o'qilgan ishtiboh, xato o'qib ketgan balki malahu deb bundaq. Malahu emas, maluhu. Keyingisi hu harfi vav bilan, ya'ni azroq suzib o'qiymiz. Maluhu deb. Maluhu va ma kasab. Bu yerda bu ba qalqala. Kasab deb o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Keyingisida sayasla birinchi sin, ikkinchi sod. Shunda qilsa bo'ldi. Sayasla naran. Roh bu tafxim, ya'ni tom o'qiymiz. Naran deb. Ham bu yerda bir ixfa chiqdi bu yerda. Ran degan roning ustidagi bir du zabar. Du zabar fathatayn. Buni bir nun bo'lgani uchun buni ixfa ma'al g'unna. G'unnalik ixfa deb ikki harf miqdorida to'xtaymiz. Ya'ni ran deb mana. Naran zata. Za, yani tishimizni tishlab chiqargan harf bu. Zal bu harf. Zata lahab. Lahab b. Bu qalqala deyildi. Lahab. Qayta qo'yli. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu wam ra. Bu yerda o'xshash tafxim. Ra buni o'qiymiz. Wamra'atuhu. Yani bir bu yerda nima? Kichik vav bor. Hu deb. Wamra'atuhu. Ikki harf miqdorda huni suzib qo'ysak bo'ldi. Hamma
Bu mimni ixfa malg'unna. Çünkü mimde to'xtaymiz ikki harf miqdorida ham deb maniq. Hammalatal hatab. Bu muqalqala ba. Hatab deb o'qiymiz. Qayta o'qiylik. وامرأته حمالة الحطب. آخر قيد. في جيدها حبل. باقي القلة. حبل. qalqaldan boshqani bu yerda lun degandiki qarasak bu yerda idg'om bor. Aslida lun deb o'qilgan, ammo mimning sababidan hablum deb lum deb mim o'qib ketdi. Keyingisi hablum andin min. Yana bir nun va mayli qarasak min deb mana. Bumi o'xshashlar idg'om bilan keyingi mim bilan qo'shilib mim deb o'qiymiz. Shu bu yerda ikki idg'om, ikki ixfa bor. Hab ma ba qalqala hab. Hablum min masad. İki qalqalayla. İki qalqala, ikki idg'om, ikki ixfa. Qayta o'qiylik. في جيدها حبل من مسد. عندما بتكون برسول نبرة قتيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.